Diqqat qiling, O'zbekiston pensionerlari ko'rsin. Pensiya miqdori yuqoriroq chiqishi uchun barcha fuqarolarga tavsiyalar berildi. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, yuqori pensiya olish uchun nimalar qilish kerak? Pensiya jamg'armasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, har bir inson hayotidagi asosiy maqsadlaridan biri sifatida pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnat natijalarini ko'rish va keksalikni farovon o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bu davrda albatta daromad manbai sifatida pensiya muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga har birimiz yoshligimizdanoq kelajakdagi pensiyamiz haqida o'ylab, unga oldindan tayyorgarlik ko'rishimiz lozim. Kimlarga pensiya tayinlanadi? To'liq yoshga doir pensiyani olish uchun erkaklar 60 yosh, ayollar esa 55 yoshda mos ravishda 25 yil va 20 yil mehnat staji talab qilinadi. Agar fuqaroning mehnat staji kamroq bo'lsa, lekin 7 yildan kam bo'lmagan taqdirda ularga to'liq bo'lmagan pensiya tayinlanadi. Bunda pensiya miqdori kamroq bo'ladi. Pensiya miqdorini aniqlashda rasmiy ishlagan yillari va olgan daromadlari hisobga olinadi. Mehnat stajiga shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilganlik yoki xorijda ishlovchilarning pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy soliq davri ham qo'shiladi. Ma'lumot uchun, ayollar 54 yoshda pensiyaga chiqish huquqiga ega. Ularning mehnat staji yoki ijtimoiy soliq to'lagan davri yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish yoki xorijda ishlash davri 20 yilni tashkil etganda. Shu bilan birga fuqaroning 7 yil yoki undan ko'proq mehnat staji bo'lsa, quyidagi davrlarda ham umumiy stajga qo'shiladi. Harbiy xizmatdagi davri, oliy o'quv yurtlarida kunduzgi shaklda o'qish, bolaga qaragan davri har bir bola uchun 3 yilni, jami 6 yilni tashkil qiladi. Fuqarolar uchun muhim tavsiyalar. Pensiya jamg'armasi fuqarolarga yuqori pensiya olish imkoniyatini ta'minlash uchun quyidagi tavsiyalarni beradi. Ushbu tavsiyalar pensiya yoshiga yaqinlashayotgan shaxslar va yoshlarga mo'ljallangan bo'lib, keksalikda farovon hayot kechirishga yordam beradi. Mehnat stajini rasmiylashtiring. Ish faoliyatingiz rasmiy ekanligiga va mehnat stajingiz ishlayotgan tashkilotingizga to'g'ri qayd etilayotganligiga ishonch hosil qiling. Buni my.gov.uz portali orqali mustaqil tekshirishingiz mumkin. Staj ma'lumotlarini raqamlashtirishni ta'minlang. Zamonaviy raqamli davr talablariga muvofiq ish joyingizda mehnat stajingizni raqamlashtirishni so'rang. Rasmiy daromad oling. Ish haqqi pensiya to'lanayotganida va soliqlari pensiya jamg'armasiga ajratilayotganligi kabi to'lovlarning muntazam amalga oshirilayotganligiga ishonch hosil qiling. Pensiya qonunchiligidagi barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar va qo'shimchalarni doimiy ravishda kuzatib turing. Pensiya jamg'armasi tomonidan tavsiya etiladigan ushbu qoidalarga amal qilsangiz, pensiya yoshiga yetganingizda huquqingiz kafolatlangan bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun pensiya jamg'armasining 1271 raqami kal markaziga murojaat qilishingiz mumkin, deyiladi pensiya jamg'armasi xabarida.